Assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoqlarda bizni kuzatib borayotgan obunachi do'stlarimiz. Bugungi chislo 2025-yil 5-iyun sanasiga mana Valovoy gilosi mana tugadi. Mana oxirgi teri mana kalibrlar 30, 28, 30, 32 gacha bo'lib ketgan. Video qo'yishdan maqsad gilos emas, video qo'yishdan maqsad sizlarga hozirgi kunda yangi texnologiya bo'yicha ishlash. Sabab gilosda oxirgi terim bo'lgan kundan boshlab 10 kun 15 kun ichida daraxtlar juda ham och qolgan. Bular o'g'itini yeb ishlab bo'lgan bo'ladi. Daraxtlar ochligini, o'rnini yo'qotgan o'g'itlarni joyiga to'ldirish maqsadida hozirgi birinchi solinadigan dorimiz Superfosfat dorisi bo'ladi. Buni solishdan maqsad bunda fosfor bor, natriy bor, kaliy bor, magniy sulfat moddalar bor. O'sha daraxtlar meva bo'lgandan keyin bu moddalar yetishmovchiligi daraxtda boshlanadi. Shuni hisobiga gilos sotib bo'lgandan keyin reski puliga yo mashina yoki uy olmasdan birinchi bo'lib обязательно daraxtni o'ziga qaytarib solish kerak bo'ladi. Gektariga 600 kilodan 1 tonnagacha solishlarini maslahat beraman, chunki birinchi обработка ishimiz shu bo'lishi kerak. Shunda daraxt yil davomida meva olib bo'lgandan keyin yo'qotgan energiyasini joyiga tiklash uchun aynan bu narsa birinchi etapda kesishdan ham oldin bu narsa kerak bo'ladi. Bizni kuzatishda davom etasizlar. Videoga like bosing. 10 kundan keyin boshqa dori solinadi. U haqidagi videoni ko'rishingiz uchun podpisatsiya tugmachasini bosib qo'ysangiz, 10 kundan keyin qanaqa dori solish kerak? Valovoy daraxtlari hozirgi kunda changlamayapti, meva ushamayapti deyapti. Uni asli sabablari boshqa bo'lishlari mumkin. Birinchi navbatda uni joyida, qarovini joyiga olib borish kerak. Keyin agar o'shanda ham meva qilmaydigan bo'lsa, unda xatolik ob-havoda tushmayotganligidan bo'ladi. Kuzatishda davom etasizlar do'stlar. Men sizlarga hozir buni ichki ko'rinishi haqidagi videoni qo'yamiz. Yaqinroqdan ko'rsating. Superfosfat dorisi arzon dori hisoblanadi. 100 minggacha bo'ladi. 100 ming, 100 ming atrofida bo'ladi. Bu tomonida ekan. Pauza qilishdi. Ichki ko'rinishi shunday holatda e'tibor berib ko'rishlaring mumkin. Bunda gilos daraxti uchun kerakli elementlar bor. Bu birinchi bosqichdagi dorilash tizimi bo'ladi. Bu dorilash tizimi ariqdan suv beradigan bog'larda effekt beradi. Tomchilab sug'orishdan texnologiyasidan foydalanadigan bog'larda tomchilash texnologiyasini o'zida dori solib oqizadigan bochkalari bo'ladi. Uni o'z texnologiyasi va uni dorilash tizimidagi dorilari ham bundan tubdan farq qiladi. Bu ariqdan suv ichadigan O'zbekiston Respublikasida 70% oddiy aholi aynan xuddi shu tizimdan foydalanadi. Bu videoni qo'yishdan maqsad shu tizimdan foydalanib qanday qarashni bilolmayotgan do'stlarimiz qiynalmasliklari uchun bu videoni qo'yapmiz. Gektariga 600 kilodan 1 tonnagacha mevadan keyin 5 kun ichida обязательно solish kerak bo'ladi. Videoga like bosib qo'yamiz. Manfaatli bo'lishi uchun videoni gilos bog'i bor tanishlarga jo'natib qo'yasizlar do'stlar. Sizlarga hozir yana video qo'yamiz. Dorini solayotganda hisobini olasizlar. Bu dori daraxtga belgilangan limit bo'yicha bo'lmaydi. Imkon qadar ko'proq solsangiz daraxtingizga shuncha foydasi bor. Biz 1 gektar maydon uchun 750 kilo dori solishga qaror qilganmiz. Bu yilgi plan bo'yicha hosil ko'p bo'lgani uchun yerda ozuqa juda ham kam bo'lib ketdi. Hozirgi navbatda xuddi shuni qanday solish haqidagi video ko'rsatib davom etamiz. Agatiga yoppa solinadi. Uzmasdan. Xuddi shu ko'rinishda solib ketaverasiz, uzmasdan. Chunki voyaga yetgan daraxtlarda daraxt ro'parasidan boshqa bir-biriga o'tgan joyda ham tomirlari ko'p bo'ladi. Shu sababli agatini ichiga to'ldirib, to'ydirib dori solishingizni maslahat beraman. 15 yoshdan katta bo'lgan daraxtlarda 2 tonnagacha solsa bo'laveradi. Sharoitga qarab, pulga qarab bemalol so'raveradi. Solgan saringiz bu o'ziga kuchni ko'proq oladi, sizga ko'proq javob qaytarishga harakat qiladi. Videoga like bosamiz, giloslarga ham bittadan like bosamiz do'stlar. Kuzatishda davom etasizlar.